qorindagi yog'ni yo'qotamiz. Xo'p deng. Va ozamiz. Bir osh qoshiq helbani oling. Oldingiz, ha? Keyin bir osh qoshiq zig'ir o'g'rini solib, ezib olasiz. Biron bir idishga solib ezib olasiz. Tushundingizmi? Soldingiz, ha? Bir osh qoshiq helba, bir osh qoshiq zig'ir urug'i. Undan keyin yarim choy qoshiq koritsa bor-ku, koritsa. O'shandan qo'shasiz. Boyagi ezilgan nimaga? Ha, qo'shdingiz-a? Qo'shdingiz-a? Undan keyin yana ozroqgina yarim choy qoshiq kurkuma solasiz. Soldingiz-a? Kurkumani. Qarang, sanab o'taman. Helba, zig'ir urug'i, kurkuma, yarim choy qoshiq koritsa, yarim choy qoshiq, undan keyin ozroqgina ana borku, ichiga olib qora murch. Qora murchni soldingiz. Bir idishga solib hammasini tik ezyapsiz. Undan keyin ozroqgina nima solasiz borku? Miyata borku, yalpiz. Ozroqgina, bir choy qoshiq ezilgan, quritilgan soldingiz. Undan keyin bitta, ikkita qalampir munchoq soldingiz. Ezib oldingiz hammasini. Undan keyin 80-90 gradus qaynoq suvga soldingiz, damladingiz buni. Tushundingizmi? Damlab qo'ying bir yarim soat. Agar sizda gastrit bo'lsa, uni qora murchni olib tashlaysiz mumkin. Mayli, kurkuma ana ular qolsin. Soldingiz, damladingiz. Ana undan keyin buni bir yarim soat damlangandan keyin erta bilan och qoringa 150 gini iching. Hammasini iching, tagiga ana ular bilan. Tushundingizmi? Hammasini qulqalari bilan iching. 150 bilan abedga iching. Yoki ovqatdan 20-30 minut oldin ichasiz. Tushundingizmi? Bu nima beradi? Qorindagi yallig'lanishni, ya'niki hazmsizlikni, ozroq imbir ham qo'shishingiz mumkin aytganday. Tushundingizmi? Ozroqgina, buni yarim choy qoshiq imbir ham qo'shishingiz mumkin. Va bo'ladi. Hazm tizimini to'g'rilaydi. Helba bilan koritsa bor-ku, ya'niki metabolizmni yaxshilaydi. Ana insulinorezistensiyangizni kamaytirib, yog' yig'ishingizni kamaytiradi. Tushundingizmi? Zig'ir urug'ining vazifasi bo'lsa, helba bilan birgalikda ham ishtahani bug'adi, to'qlik hissini beradi. Agar sizda oshqozoningizda muammongiz bo'lsa, uni ham hal qiladi. Ya'ni gastrit, pastritlarga. Tushundingizmi? Mana shunday. Kurkuma bo'lsa, vaspaleniyani, imbir bo'lsa, hazm tizimini yaxshilaydi. Miyata bo'lsa, vzdutiyani, ya'ni qorin damlashlarini yo'qotadi. Nima qilamizmi? Xo'p, deng. Aytganda qiling. Shuni qilib ko'raylik.